Eyleyde fakat birli yerge beriş toğır gelse, Qarjun yaylıqını tanlasanız, o hergizim sizni naümidli qo'ymaydi. Bu yerde o'zingizni xuddi sendiylik yögüm resim içinde yürgендek, karton dünyası kirib qolgandek his qilasiz. Qarjun yayliqida tog' tizminlari bilan yayloq giralishib ketgan bo'lib, cheksiz ketgan qarliq tog' shimshatlari, rengarang gulzorliq, yeshil poyandozdek ko'rinadigan chimliq, kang ketgan yayloq sizning qangacha huzurlanishingizga yetib oshdi. İntaq şamılda yenik dolqullanıp turgan yap-yeşil ot çöpler ve kişiga dünyanın çetiga berib qalgandek to'yga beradigan taş yo'lliq o'zgacha manzarasini hosil qiladi. Ishqilib, ko'z oldingizdagi har bir manzara go'zallikda voyaga yetgan bo'lib, Qarjun yayloqiga o'xshash barliq romantiklikni o'ziga mujassamlagan yana bir joyning borligiga ishonmayli qolsiz. Agar eliga kelmoqchi bo'lsangiz, cho'qim Qarjun yayliqini bir sayohat qilib ketishga tamoman arziydigan haqiqiy bir o'rin. Naratdimi güzel. Eğer tepsili ahvalını bilmekçi olsanız qo'shish belgisini besib meni qo'shib ayrim xonda uchrayotsangiz men sizga tepsili adresini yo'llab beraman, avat beraman. Bu yerga bormasangiz armonda qolasiz.